Men ismim Mirzabek. Men sizlarga bundan 2 oy oldin bo'lgan voqeani aytib bermoqchiman. O'shanda men yolg'iz sayr qilar va ko'pincha yolg'iz sayohatlarga chiqardim. Va o'sha paytda adashib qoldim. Qisqa yo'ldan bormoqchi bo'lib, so'qmoq tomonga burildim va barcha eslab qolgan yo'llarimni unutdim. Atrofdagi o'rmon qandaydir qorong'u va jim bo'lib qoldi. Oxiri men bir kichik yo'lga chiqib qoldim. Yo'l yonida xuddi yerdan chiqqandek bir mahalliy odamlar paydo bo'ldi. Yo'l so'ramoqchi bo'lib og'zimni ochganimda erkak menga qarab dedi: "Izlar u yerda." Kalakzorga barmog'i bilan ishora qildi. "Shu yo'ldan yuring", deb qo'shimcha qildi. "Eslab qoling va undan aslo chekkaga chiqmang. Aslo chiqmang." Men bosh irg'ab ko'rsatilgan tomonga yura boshladim. Ularning so'zlari miyamda aylanib yurardi. Ammo bu gaplarni mahalliy erim-sinimlar deb o'yladim. Qorong'i tushgandan so'ng uqmoqni topdim. Bu payt qulog'imga bolaning yig'isi eshitildi. Ovoz to'g'ri zulmatdan yo'lning chap tomonidan kelar edi. Ovoz juda achinarli va qo'rqinchli edi. Men ogohlantirishni esladim, lekin men bolani o'zini yolg'iz o'rmonda qoldira olmasdim. Men "Hey!" deb baqira boshladim. Bu esa javoban kuchaydi. Manarigimni chakalakzorga tutdim, lekin hech narsa ko'rmadim. Chuqur nafas olib yo'ldan chiqib ketdim. Butalar orasidan o'tib tovush tomon yura boshladim. Yig'i meni tobora uzoqqa boshlatib, oxiri meni to'xtatdi. Juda jim bo'lib qoldi. To'xtab atrofga fanar soldim va yig'layotgan kimsani ko'rdim. Yerda yalangoyoq turar edi bolakay, lekin uning yuzida nimadir bor edi. Qandaydir o'simliklarmi? Ular uning boshiga o'ralib, undan uzoqlashtirib turardi. Keyin bolakayning boshiga kirib borayotgan tomirlarning egasini ko'rdim. Bu men ko'rgan eng dahshatli maxluq edi. Avvaliga shunday tuyuldi. Bolakay menga qarab jilmaydi va men tushundim, qurbon bolakay emas, men edim. Men orqaga tisarildim, lekin kech bo'lgan edi. Ular meni o'rab olishdi. Uzun barmoqlar cho'zildi va men qotib qoldim. Bilasizmi, bolakayni qutqarish uchun yo'ldan chiqib ketganimga achinmayman. Axir hammamiz bitta katta oilamiz.